Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomuz aynan siz uchun, har bir nafaqaxo'r uchun yoki nafaqaxo'rlarning yaqinlari uchun juda ham muhim bo'lgan ma'lumot o'z ichiga oladi. Ishoning, bu mavzu bo'yicha ko'pchilik noto'g'ri tushunchalarga ega yoki umuman xabardor emas. Aynan aprel oyidan boshlab amalga oshiriladigan katta nafaqa qo'shimchasi haqida gaplashamiz. Bu sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Zero bu ma'lumotni qanchalik ko'p odam bilsa, shuncha yaxshi. Keling, birgalikda bu muhim yangilikni chuqur tahlil qilaylik. Muammoning mohiyati va hozirgi o'zgarishlar avvallari nafaqa hisoblash tizimi bir qancha jihatdan murakkab va ba'zi hollarda adolatsizlik tuyulardi. Nafaqaning miqdori asosan ish stajiga va ish haqi miqdoriga bog'liq bo'lar edi. Biroq ish haqi haqidagi ma'lumotlar doimo ham to'liq va aniq aks ettirilmasligi mumkin edi. Ko'p hollarda, ayniqsa Sovet davrida ishlagan fuqarolarimizning ish haqi haqidagi ma'lumotlari qog'oz shaklida saqlanib qolgan bo'lib, ular yo'qolishi yoki buzilishi natijasida nafaqa hisoblashda katta muammolar yuzaga kelardi. Bu esa nafaqaxo'rlarning haqli ravishda olish kerak bo'lgan summani to'liq ola olmasligiga sabab bo'lardi. Ya'ni insonning butun umr qilgan mehnati va shu mehnatiga yarasha to'langan maoshi to'liq hisobga olinmasdan kamroq nafaqa olishiga olib kelardi. Ba'zi hollarda odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirardilar. Ammo bu qo'shimcha ish staji yoki ish haqi ko'pincha nafaqa miqdoriga sezilarli darajada ta'sir qilmasdi. Chunki qayta hisoblash mexanizmi yetarli darajada aniq emasdi yoki odamlar bu haqida ma'lumotga ega bo'lmasdilar. Natijada ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan to'liq miqdordagi nafaqani ola olmay, iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelishardi. Bu esa adolat tamoyillariga to'g'ri kelmasdi. Chunki har bir insonning o'z mehnati uchun munosib rag'bat olishi lozim edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz tomonidan nafaqa ta'minoti tizimini yanada adolatli va shaffof qilish maqsadida bir qancha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Aynan aprel oyidan boshlab kuchga kiruvchi yangi qonunchilikka ko'ra nafaqa miqdorini aniqlashda hisobga olinadigan ish haqi va ish staji haqidagi yangicha yondashuv joriy etilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqa hisoblashda raqamli ma'lumotlar bazalaridan maksimal darajada foydalanishga urg'u beriladi. Agar ilgari sizning ish haqingiz to'g'risidagi hujjatlar qog'ozda bo'lib, ular yo'qolgan bo'lsa, endi bu kabi holatlar nafaqa miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Davlat organlari avtomatik tarzda mavjud raqamli bazalardagi ma'lumotlarni solishtiradi va hisob kitoblarni amalga oshiradi. Bundan tashqari, ilgari e'tibordan chetda qolgan ayrim ish stajlari yoki qo'shimcha daromadlar endi to'liq hisobga olinadi. Bu esa nafaqaxo'rlarga avvalgi tizimda e'tibordan chetda qolgan. Ammo amaldorlar olgan daromadlarning pensiya hisobiga ta'sirini to'liq ko'rsatishga imkon beradi. Shu bilan birga endi nafaqaxo'rlarga har yili aprel oyidan boshlab pensiya miqdorining avtomatik ravishda qayta hisoblanishi va ma'lum sharoitlarda, ayniqsa ularning umumiy daromadlari yoki ish stajidagi o'zgarishlar hisobga olingan holda qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkinligi haqida maxsus xabarnomalar yuborish tizimi ham yo'lga qo'yilmoqda. Bu nafaqa oluvchilarning o'z huquqlari haqida to'liq xabardor bo'lishlarini ta'minlaydi. Aprel oyidan boshlab nafaqa miqdorini qayta hisoblashda ikki asosiy omilga jiddiy e'tibor qaratilishi joriy etiladi. Birinchidan, fuqaroning umumiy ish stajining uzluksizligi va haqqoniyligi. Ikkinchidan, u ishlagan davrda olgan rasmiy ish haqi miqdori. Bu o'zgarishlar ayniqsa Sovet davrida ishlagan ish haqi ma'lumotlari elektron bazalarda to'liq aks etmagan yoki qog'oz shaklida yo'qolib ketgan shaxslar uchun juda muhimdir. Endi pensiya jamg'armasi mavjud barcha manbalardan, davlat arxivi, korxona va tashkilotlarning arxivlari, elektron ma'lumotlar bazalari ma'lumotlarni to'plash va ularni sinchiklab tahlil qilish majburiyatini oladi. Shu bilan birga, yangi qonunchilikda nafaqa miqdorini hisoblashda insonning ishlash davridagi eng yuqori daromadli 5 yillik ish haqi hisobga olinishini hisobga olgan holda bu davrni tanlash imkoniyati ham kengaytiriladi. Ya'ni fuqarolarga o'zlarining shaxsiy ma'lumotlaridan kelib chiqqan holda ularning pensiyasi uchun eng foydali bo'lgan davrni tanlash imkoniyati beriladi. Kimlar uchun bu muhim, kimlar uchun esa unchalik emas. Bu yangilik avvalambor bir necha toifadagi nafaqaxo'rlar uchun juda muhimdir. 1.
astirish ish staji to'liq hisobga olinmaganlar. Bu toifaga ko'pincha Sovet davrida ishlagan. Ammo mehnat daftarchasidagi yozuvlarda kamchiliklar bo'lgan yoki ish joyidan ma'lumotnomalar arxiv hujjatlarida saqlanib qolmagan fuqarolar kiradi. Misol uchun Mamanov Ro'zimat aka 1970-yillardan 1990-yillargacha katta bir zavodda temirchilik qilgan. Uning mehnat daftarchasida barcha yozuvlar mavjud, ammo zavod yopilgandan keyin ba'zi arxiv hujjatlari yo'qolgan. Shu sababli nafaqaga chiqqanida uning ba'zi ish stajlari to'liq hisobga olinmagan. Chunki pensiya jamg'armasida tegishli ma'lumotnomalar topilmagan edi. Natijada u 35 yillik staj o'rniga atigi 30 yillik staj bo'yicha nafaqa olib kelayotgan edi. Endi yangi tizim orqali pensiya jamg'armasi o'zining elektron bazalarini va mavjud davlat arxivlari ma'lumotlarini qayta tekshirib, Ro'zimat akaning zavodda ishlagan davriga oid ba'zi ma'lumotlarni tiklash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa uning nafaqasiga sezilarli qo'shimcha mablag' qo'shilishiga olib keladi. Agar har bir yil staji uchun o'rtacha 7 million so'm qo'shimcha to'lov hisoblansa, 5 yil uchun bu 2,5 million so'm deganidir. 2. Astirish ish haqi miqdori to'g'ri aks ettirilmaganlar. Ba'zi hollarda fuqarolar o'zining rasmiy ish haqidan tashqari qo'shimcha daromadlar olgan. Ammo bu daromadlar rasman hisobga olinmagan yoki pensiya jamg'armasiga taqdim etilmagan bo'lishi mumkin. Yoki korxonalar ba'zi sabablarga ko'ra xodimlarning ish haqini kamroq ko'rsatgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Karimova Dilbar opa 1980-yillarning oxiri va 1990-yillarning boshlarida paxta tozalash zavodida yuqori malakali mutaxassis bo'lib ishlagan. Uning o'sha davrdagi ish haqi respublika bo'yicha o'rtacha ish haqidan ancha yuqori bo'lgan. Ammo zavodning qayta tashkil etilishi natijasida uning ish haqi to'g'risidagi ba'zi hujjatlar tartibsiz bo'lib qolgan. Nafaqaga chiqqanida uning nafaqasi o'rtacha hisoblangan va uning yuqori daromadli yillarining ta'siri to'liq hisobga olinmagan edi. Yangi tizimda agar Dilbar opa zavod arxivlaridan yoki boshqa isbotlovchi hujjatlardan o'zining haqiqiy ish haqi miqdorini tasdiqlay olsa, masalan, arxivdan olingan ma'lumotnoma yoki sud orqali tasdiqlangan faktlar, uning nafaqasi qayta hisoblanadi. Agar uning pensiyasi uchun eng foydali bo'lgan davrdagi oylik ish haqi yig'imlariga oshirib hisoblansa, bu uning umumiy pensiya miqdoriga har oyda 1,20 ming so'mdan 30 ming so'mgacha qo'shimcha mablag'ni ta'minlaydi. 30. Nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlaganlar, ko'plab nafaqaxo'rlar nafaqaga chiqqandan so'ng ham iqtisodiy sabablarga ko'ra ishlash davom ettiradilar. Ilgari bu qo'shimcha ish staji va ish haqi har doim ham avtomatik tarzda nafaqa miqdorini oshirmasdi. Buning uchun alohida arizalar va qayta hisoblash talab qilinardi. Endi esa bu jarayon ancha soddalashadi. Masalan, Rustamov Olimjon aka 10 yilda nafaqaga chiqqan, ammo so'nggi 10 yil davomida kichik bir xususiy firmada hisobchi bo'lib ishlagan. Uning ish beruvchisi har oyda uning daromadidan ijtimoiy soliq va boshqa ajratmalarni amalga oshirib kelgan. Lekin Olimjon aka o'z pensiyasini qayta hisoblash uchun pensiya jamg'armasiga hech murojaat qilmagan edi. Yangi tizimda pensiya jamg'armasi avtomatik ravishda soliq qo'mitasining ma'lumotlar bazasidan Olimjon akaning so'nggi 10 yildagi daromadlari va undan olingan ijtimoiy to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni olib, uning pensiyasini qayta hisoblaydi. Bu esa uning pensiyasiga har oyda 1 ming so'mdan 200 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov qo'shilishiga olib kelishi mumkin. Dard, astirish, boshqa sabablarga ko'ra kam nafaqa olganlar. Bu guruhga nogironligi bor fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar kiradi. Ularning nafaqalari hisoblashda ba'zi imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Endilikda bu kabi holatlar ham avtomatik ravishda tekshirilib, tegishli qo'shimchalar kiritiladi. Kimlar uchun bu o'zgarishlar unchalik muhim emas. Bu o'zgarishlar quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun kamroq ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda nafaqaga chiqqanlar va barcha ma'lumotlari elektron bazalarda to'liq aks ettirilganlar. Astirish: agar siz so'nggi bir necha yil ichida nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va sizning barcha ish stajingiz, ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar elektron tarzda xatosiz ravishda pensiya jamg'armasida mavjud bo'lsa, unda sizning nafaqangizga katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Chunki sizning nafaqangiz allaqachon maksimal darajada to'g'ri hisoblangan bo'ladi. Minimal nafaqa oluvchilar, agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangizda, ammo ish stajingiz juda kam bo'lganligi
sababli minimal nafaqa miqdorida nafaqa olsangiz, bu qayta hisoblashlar sizning nafaqangizga sezilarli ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki siz allaqachon belgilangan minimal darajani olib turibsiz. Minimal nafaqa miqdori asosan davlat tomonidan belgilangan bazaviy ko'rsatkich bo'lib, undan past miqdorda nafaqa to'lanmaydi. Shunga qaramay, har bir nafaqaxo'r o'zining shaxsiy holatini tekshirishi va agar savollar bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi shart. Chunki har bir holat o'ziga xos bo'ladi va yuqoridagi umumiy qoidalar doimo ham sizning vaziyatingizga to'liq mos kelavermasligi mumkin. Hech kim o'zining haqli pulidan mahrum bo'lmasligi kerak. Istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi bu yangiliklarda ham ba'zi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud bo'lib, ular haqida bilib qo'yish juda muhimdir. Chunki aynan shu detallar sizning qo'shimcha nafaqa olish imkoniyatingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Astirish arxiv ma'lumotlarining mavjud emasligi yoki sifatsizligi. Astirish, raqamlashtirish qanchalik rivojlanmasin, ba'zi eski korxonalar va tashkilotlarning arxiv hujjatlari umuman yo'qolgan yoki juda yomon holatda saqlangan bo'lishi mumkin. Masalan, 1930-yillarda xususiylashtirilgan va keyin bankrot bo'lgan kichik bir artelning hujjatlari butunlay yo'q qilingan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda pensiya jamg'armasi ushbu arxivlardan ma'lumot topa olmasligi mumkin. Shunday vaziyatda fuqarolarning o'zlari ham harakat qilishlari kerak bo'ladi. Ularning zimmasiga ba'zi og'irlik tushishi mumkin. Masalan, sud orqali ish staji faktini tasdiqlash yoki guvohlarni jalb qilish. Bu jarayon vaqt talab qilishi va ma'lum xarajatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, agar sizning ishingiz qog'oz asosidagi eski hujjatlarga bog'liq bo'lsa, hozirdan o'z hujjatlaringizni to'liq ko'zdan kechirib chiqing. 2. Ashtirish, ish staji va ish haqini tasdiqlovchi hujjatlarning turlari. Pensiya jamg'armasi nafaqa hisoblashda asosan mehnat daftarchasidagi yozuvlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar va soliq qo'mitasining ma'lumotlariga tayanadi. Biroq, agar sizda bu hujjatlar yetishmasa, boshqa isbotlovchi hujjatlar, masalan, ishga buyruqlar, ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar, maosh varaqalari, kasaba uyushmasi hujjatlari yoki sud qarorlari ham qabul qilinishi mumkin. Biroq, bu hujjatlarni to'plash va ularning haqiqiyligini tasdiqlash jarayoni ko'proq vaqt va kuch talab qilishi mumkin. Masalan, ba'zi fuqarolar Sovet davrida fermer xo'jaliklarida ishlagan bo'lishlari mumkin. Ammo ularning mehnat daftarchasida bu ish staji to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda qishloq fuqarolar yig'inining ma'lumotnomalari yoki 2 nafar guvohning ko'rsatmalari ham hisobga olinishi mumkin. Biroq ularning ishonchliligi qo'shimcha tekshiruvdan o'tkaziladi. Uchinchisi, harbiylar va huquq tartibot organlari xodimlarining nafaqasi. Harbiy xizmatchilar va huquq tartibot organlari xodimlarining nafaqa ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ularning nafaqasi hisoblashda o'ziga xos imtiyozlar va hisoblash usullari mavjud. Bu yangi o'zgarishlar. Asosan umumiy fuqarolik nafaqa tizimiga tegishli bo'lib, harbiylar va huquq tartibot organlari xodimlarining nafaqasiga to'g'ridan to'g'ri va avtomatik ravishda ta'sir qilmasligi mumkin. Agar siz shu toifaga mansub bo'lsangiz, o'zingizning idorangizning pensiya bo'limiga yoki Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi kabi tegishli organlarning mutaxassislariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. 4. Astirish, boshqa mamlakatlarda ishlagan davrni hisobga olish. Astirish, agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz, u yerda orttirgan ish stajingizni O'zbekistondagi nafaqa miqdori hisoblashda hisobga olish murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Bu O'zbekistonning boshqa mamlakatlar bilan tuzgan xalqaro shartnomalarga bog'liq. Hozirda ko'plab mamlakatlar bilan bunday kelishuvlar mavjud emas. Shuning uchun, agar sizning asosiy ish stajingiz chet elda bo'lsa, bu yangiliklar sizning nafaqangizga darhol ta'sir qilmasligi mumkin. Buning uchun sizga aniqroq ma'lumot olish uchun Tashqi ishlar vazirligi yoki Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi bilan bog'lanish tavsiya etiladi. 5. Pensiya jamg'armasining xatolari, tizim qanchalik avtomatlashmasin. Inson omili bilan bog'liq xatolar ham yuzaga kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish, hisoblashda xatoliklarga yo'l qo'yish holatlari uchrab turadi. Shuning uchun sizga belgilangan qo'shimcha to'lov miqdori siz kutgandan kamroq bo'lsa yoki umuman hech qanday qo'shimcha hisoblanmagan bo'lsa, bu xatolik bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizning holatingizni qayta ko'rib chiqishni talab qilishingiz kerak.
Eslatib o'taman, har bir fuqaro o'zining pensiya hisob kitoblariga oid ma'lumotlarni olishga haqli. 6. Astirish qaytish muddati va cheklovlar. Astirish bu qo'shimcha to'lovlar qaysi davr uchun qayta hisoblanadi? Odatda qayta hisoblash arizasi berilgan oydan boshlab amalga oshiriladi. Ammo yangi qonunchilikka ko'ra avtomatik qayta hisoblash uchun oldingi davrlar ham qamrab olinishi mumkin. Biroq o'z vaqtida murojaat qilmaganlik uchun ma'lum bir cheklovlar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, agar siz nafaqaga chiqqaningizdan keyin yil davomida ishlagan bo'lsangiz, lekin buni pensiya jamg'armasiga ma'lum qilmagan bo'lsangiz, qo'shimcha to'lovlar faqat ma'lum bir muddat, masalan, oxirgi 3 yil uchun hisoblanishi mumkin. Bu nuanslarni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasining mutaxassislari bilan maslahatlashish zarur. Ushbu istisnolar va nuanslarni bilish sizga o'z huquqlaringizni to'liq himoya qilishga va haqli ravishda olishingiz kerak bo'lgan mablag'ni to'liq olishga yordam beradi. Har bir holat alohida e'tibor talab qiladi. Shuning uchun shaxsiy maslahat olishdan erinmang. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangiliklardan to'liq foydalanish uchun siz aniq qanday qadamlar qo'yishingiz kerak? Bu yerda sizga qadam-ba-qadam ko'rsatmalar beraman. 1. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring va tartibga keltiring. Pasport, amaldagi pasportingiz yaroqlilik muddatini tekshiring. Agar u eski shaklda bo'lsa yoki muddati tugagan bo'lsa, uni biometrik pasport yoki ID karta bilan almashtiring. Bu pensiya jamg'armasi va boshqa davlat idoralari bilan ishlashda muhim ahamiyatga ega. Astirish mehnat daftarchasi. Astirish mehnat daftarchangizni olib, uni sinchkovlik bilan ko'zdan kechiring. Undagi barcha yozuvlar aniq o'qiladigan holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Barcha ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish va boshqa lavozimga o'tkazish yozuvlari tegishli muhrlar va imzolar bilan tasdiqlanganmi? Agar biror joyda o'chirishlar, tuzatishlar yoki aniq bo'lmagan yozuvlar bo'lsa, bu sizning ish stajingizni hisoblashda muammo tug'dirishi mumkin. Xatoliklar aniqlansa, darhol tegishli korxona yoki uning huquqiy vorisi arxiv bilan bog'lanib, aniqlik kiritishga harakat qiling. Agar korxona mavjud bo'lmasa, yuqorida aytilganidek sud orqali murojaat qilish variantini ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Diplomlar, sertifikatlar. Agar sizda oliy yoki o'rta maxsus ta'limga oid diplomlar mavjud bo'lsa, ularni ham tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda bu hujjatlar ham ma'lum imtiyozlar yoki stajni tasdiqlashda muhim bo'lishi mumkin. IGIS, ish haqi ma'lumotnomalarni to'plash agar kerak bo'lsa. Agar sizning ish stajingiz eski davrlarga tegishli bo'lsa va sizning ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar mehnat daftarchasida aks etmagan bo'lsa, ko'pincha bu 1992-yilgacha bo'lgan davr uchun xos. Siz ishlagan tashkilotdan yoki uning arxivlaridan ish haqi to'g'risida ma'lumotnomalar olishingiz kerak bo'ladi. Bu ma'lumotnomada har bir oy uchun siz olgan ish haqi aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Agar sizning ish joyingiz yopilgan bo'lsa, uning arxivlari hududiy davlat arxivlarida saqlanishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari orqali Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov. Orqali arxivlardan ma'lumotnoma olish uchun onlayn ariza berishingiz mumkin. Bu jarayon bir necha hafta vaqt olishi mumkin. Shuning uchun hozirdan harakat qiling. Ma'lumotnomalar sizning nafaqangizni hisoblash uchun eng yuqori daromadli 5 yillik davrni aniqlashda juda muhimdir. Agar sizda bir nechta ish joyidan ma'lumotnomalar bo'lsa, ularni solishtirib, o'zingiz uchun eng foydali 5 yillik davrni tanlashga tayyor bo'ling. Pensiya jamg'armasi xodimlari bu borada sizga yordam berishlari kerak, ammo siz o'zingiz ham bu haqida xabardor bo'lishingiz lozim. 3. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Yashash joyingizdagi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qiling. Ularning manzili va telefon raqamlarini internetdan yoki mahalliy hokimiyatdan aniqlashingiz mumkin. Astirish nima deb aytish kerak? Astirish sizga yangi qonunchilik bo'yicha nafaqangizni qayta hisoblash va qo'shimcha to'lovlarni aniqlash masalasida murojaat qilganingizni ayting. Mening nafaqamning ish staji va ish haqi bo'yicha qayta hisob kitobini amalga oshirishni va agar mavjud bo'lsa, aprel oyidan boshlab belgilangan qo'shimcha to'lovlarni hisobga olishni so'rayman degan mazmundagi arizani yozishingiz kerak bo'ladi. Qanday hujjatlar kerak? Yuqorida sanab o'tilgan hujjatlar. Pasport, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari agar mavjud bo'lsa, diplomlar va boshqa isbotlovchi hujjatlar, masalan, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilish guvohnomalari agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi haqida gap ketayotgan bo'lsa.
hujjatlarning asl nusxalari va ularning kisara nusxalarini o'zingiz bilan olib borishni unutmang. Pensiya jamg'armasi xodimlari asl nusxalarini tekshirib, kisara nusxalarini olib qolishadi. Asl ariza yozish. Asl pensiya jamg'armasida sizga namuna arizani taqdim etishadi. Unda siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritib, nafaqangizni qayta hisoblashni so'rashingiz kerak bo'ladi. Arizada siz o'zingizning holatingizni, ya'ni ish stajingiz to'liq hisobga olinmaganligi yoki ish haqingiz to'g'ri aks ettirilmaganligi haqidagi taxminlaringizni qisqacha bayon etishingiz mumkin. 4. Asterisk murojaat qilish muddatlari va kuzatuv. Asterisk aprel oyidan boshlab bu jarayonlar faollashadi. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilishga harakat qiling. Qancha tez murojaat qilsangiz, shuncha tez natijaga erishishingiz mumkin. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning ro'yxatga olinganligi haqida xabarnoma yoki kvitansiya olishni unutmang. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelganda sizning murojaatingizni isbotlashga xizmat qiladi. Ariza berganingizdan keyin 3 kun ichida pensiya jamg'armasidan javob olishingiz kerak. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz yoki javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organlarga, masalan, Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi respublika boshqarmasiga yoki xalq qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Beja davlat xizmatlari markazlari yoki mypoytokov.uz orqali murojaat. Ko'pgina pensiya bilan bog'liq xizmatlarni hozirda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mypoytokov.uz orqali onlayn tarzda olish mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va navbatlarda turishdan xalos qiladi. Saytda ro'yxatdan o'tib, pensiya ta'minoti bo'limini tanlang va kerakli xizmatni qidiring. Ish staji va ish haqini aniqlash bo'yicha onlayn arizalar berish imkoniyatlari mavjud. Ushbu resurslardan maksimal darajada foydalanishga harakat qiling. 6. Asterisk mutaxassis bilan maslahatlashuv. Asterisk agar sizning holatingiz juda murakkab bo'lsa, masalan, ko'p joyda ishlagan bo'lsangiz, ko'plab arxiv hujjatlari bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, yuridik maslahat olishdan tortinmang. Pensiya qonunchiligi bo'yicha ixtisoslashgan advokatlar yoki yuristlar sizga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatishi va hujjatlarni to'plashda yordam berishi mumkin. Ba'zi hollarda bu xarajatlarni talab qilsa-da, yakunda sizga ko'proq foyda keltirishi mumkin. Bu qadamlarni bajarish orqali siz o'zingizning haqli pensiya qo'shimchangizni olish imkoniyatini sezilarli darajada oshirasiz. Eslab qoling, bu sizning haqqingiz va uni talab qilishdan uyalmasligingiz kerak. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugun biz sizning nafaqa ta'minotingizdagi juda muhim bir yangilik. Aprel oyidan boshlab amalga oshiriladigan katta nafaqa qo'shimchasi haqida atroflicha gaplashdik. Ko'pchilik bu ma'lumotdan bexabar ekanligi sababli biz buni sizga eng batafsil tarzda yetkazishga harakat qildik. Esingizda bo'lsin, bu sizning butun umr qilgan mehnatingiz uchun adolatli rag'batdir. Nafaqa tizimidagi bu o'zgarishlar ish stajini to'liq hisobga olish, ish haqi ma'lumotlarini aniqlashtirish va nafaqaxo'rlar nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsa, ularning daromadlarini pensiyaga qo'shish kabi muhim jihatlarni qamrab oladi. Biz kimlar uchun bu qo'shimcha to'lovlar juda muhimligi va kimlar uchun unchalik katta o'zgarish bo'lmasligi mumkinligini ko'rib chiqdik. Shuningdek, jarayondagi ba'zi istisnolar, qaltiqchiliklar va noaniq nuanslarga ham to'xtalib o'tdik. Ular sizning haqqingizni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Eng asosiysi, men sizga amaliy maslahatlar berdim. Hujjatlaringizni tartibga keltirish, kerakli ma'lumotnomalarni yig'ish, pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga qanday murojaat qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar berdim. Har bir qadamni aniq bajarish orqali siz o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha nafaqani olish imkoniyatini sezilarli darajada oshirasiz. Hozirdan harakatni boshlang, chunki har bir kun muhim. Endi esa sizdan so'rayman. Bu video siz uchun foydali bo'ldimi? Sizning fikringiz biz uchun juda qimmatli. Kommentarlarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Siz bu yangiliklar haqida avvalroq bilarmidingiz? Yoki sizda ham ish staji yoki ish haqi bilan bog'liq muammolar bo'lganmi? Tajribangizni baham ko'ring, boshqa tomoshabinlarga ham bu foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizga kelajakdagi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi. Esda tuting, bizning maqsadimiz sizni huquqiy jihatdan xabardor qilish va har biringiz o'z haqqingizni to'liq olishingizga yordam berishdir. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha